Assalomu alaykum. Siz mana bunaqa jo'jalaringiz bormi? Jo'jalaringiz tezroq katta bo'lishi uchun kilosi 20 mingdan baliqchalardan olib qaynatib bering. Yo bo'lmasa xomlay to'g'rab bering. Jo'jalaringiz ham tez patini chiqaradi, ham tez o'sadi. O'sish jarayonida yaxshi ovqatlansa, bo'ylari baland xo'roz bo'ladi. Yo makiyon bo'ladi. Agar makiyonlaringiz ham tug'ishdan qolgan bo'lsa, yo tulagan bo'lsa, baliqlardan to'g'rab bering. Ko'p qimmat emas, 20 ming. Tez tuxumga kiradi va tulagan bo'lsa, tez patini chiqarib, yana tuxumga kiradi, sizga ziyonga ishlamaydi bular. Agar quruq bo'lishi kerak bo'lsa ham, tezlashtirib beradi quruq bo'lishini. Chunki baliq juda issiq hisoblanadi. Obuna bo'lib qo'ying, like ham bosib qo'ying. Albatta siz uchun foydali ma'lumotlar aynan shu kanalda.